Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi o'tadigan mavzumiz differensial tenglamalar, ya'ni chiziqli differensial tenglamalarni yechgan oliy matematika fanidagi differensial tenglamalarni chiziqli differensial tenglamalarni yechish mavzusi. Men dolayı bir yo'ldoshimiz video tadbirkorligi pedagogikasida aniq va tabiiy fanlar fakültesi oliy matematika kafedrasini katta o'qituvchisiman. Demak, biz avvalambor rejani ko'rib chiqamiz. Birinchi tartibli differensial tenglamalar. Demak, ikkinchisi o'zgaruvchilar ajralgan va ajralmagan tenglamalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi tartibli differensial tenglamalarning umumiy ko'rinishi qanday bo'ladi? Demak, bu oshkormas ko'rinishdagi f(x, y) shtrix hovuz yopiladi teng 0. Yoki bo'lmasa bu oshkor holatda yechilgan y shtrix teng f(x, y) ko'rinishdagi differensial tenglamalar birinchi tartibli differensial tenglamalar deyiladi. Birinchi tartibli differensial tenglamalarni yechishning mavjudligi va yagonaligi haqida teorema, ya'ni qo'shiq masalasini isbotsiz ko'rib o'taylik. Ya'ni qo'shiq masalasi degani nima degani? Qo'shiq masalasi bitta nuqtadagi yechimini topish masalasi, qo'shiq masalasi. Ya'ni yagona yechimini topish masalasi. Bitta egri chiziq beriladi, egri chiziqdagi shu bitta nuqtadagi yechimini topish masalasi qo'shiq masalasi, ya'ni boshlang'ich shartlari berilgan bo'ladi. Teorema: agar y shtrix teng f(x, y) birinchi tenglama berilgan bo'lib, f(x, y) funksiya va uning y bo'yicha xususiy hosilasi x0, y0 nuqtada demak, mana shu uzluksiz bo'lsa, ya'ni shu y bo'yicha, u holda birinchi tenglamamiz x barobar x0 nuqtada, ya'ni y0 boshlang'ich shartini qanoatlantiradigan y barobar x bo'lgan yagona yechim mavjud bo'ladi. Ya'ni mana shu ikkalasi bir bilan mana bu y hovuz ichida x0 teng y0 boshlang'ich shart ikkalasi bir vaqtda kelsa, qo'shiq masalasi berilgan deyiladi. Birning umumiy yechimi y barobar phi x ikkinchi ko'rinishda bo'ladi. Chunki bu yechimda ixtiyoriy o'zgarmasi qatnashgan. Boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi siga aniq qiymat bersak, umumiy yechimdan quyidagi xususiy yechimlar hosil qilamiz. Ya'ni y barobar phi x0 bitta yechim hosil qiladi. Mana shu bu boshlang'ich shartdan foydalanib topamiz. Ya'ni bitta nuqtadagi yechimini topish masalasi qo'shiq masalasi deyiladi. Differensial tenglamalarni keyingi nimamiz qarang, oddiy differensial tenglamalarni demak integral chiziqlari ham deyishar ekan. Endi birinchi tartibli differensial tenglamalarning geometrik integratsiyasini ko'raylik. Mana bu yerda funksiyalarimiz y barobar y shtrix barobar tangens phi k ga, ya'ni mana bu tenglamaning chap tomonidagi integral y chizig'i xu nuqtaga o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini berar ekan, k. Bu esa mana bu x kvadrat plus y kvadrat taqsim 2 tengsi x kvadrat plus y kvadrat bunisiga bu yoqqa ko'paytirib s kvadrat umumiy yechimining geometrik o'rni cheksiz ko'p konsentrik aylanalardan iborat ekan. x0 nuqtada mana 4, ya'ni y x0 da 4 dagi nimasini bittasini topadigan bo'lsak, shartni qanoatlantiradigan xususiy yechimi demak 4 barobar s kvadrat, s'dan kvadrat ildizi chiqarsa 2 chiqadi, x kvadrat plus y kvadrat 4 bo'ladi. Mana markaziy koordinata boshida radiusi 2 ga teng bo'lgan aylana bo'ladi. Konsentrik aylanalar mana s ga har xil qiymatlar qo'ysak, har xil aylanalar hosil bo'laveradi. Endi o'zgarishlar ajraladigan va ajralmagan tenglamalar.
mx dx plus ny dy teng 0. Birinchi ko'rinishdagi tenglamani o'zgarishlar ajraladigan tenglama deyiladi mana shu ko'rinishdagi. Birning umumiy yechimini topish uchun bevosita integrallar kifoya. Ikkala tarafni ham integrallayveramiz. Tenglikning va chap va o'ng qismlarini integrallayversak, mx dx plus integral ny dy teng s. Mana s 0 bo'lsa o'zgarmas songa teng bo'ladi. Buni esa m1 x ny dx plus n2 x ny dy teng 2. Ko'rishlar tenglamani o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama deyiladi. Va buning uchun biz ikkala tarafiga ham, ikkinchi tenglamani ikkala tarafiga ham m1 y ko'paytirilgan n2 x 0 dan farqli deb bo'lib bersak, bu holda quyidagi ko'rinishni olamiz. Demak, integral m1 x taqsim n2 x dx plus integral n1 y taqsim n2 y dy teng s umumiy yechim topib olamiz. Mana hurmatli o'quvchilar, mana shu hurmatli talabalar, olimlar mana shu nimani o'zgarishlar ajralgan bir nimadagi tenglamani ikkinchi ko'rishda hosil bo'lib, buni esa bo'lda farqli bo'lib olib, birdan integrallayveramiz. Keyingi hurmatli talabalar, keyingi nimalarimizda ham mana shu differensial tenglamani yechishga aniq misollar orqali ko'rishsak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu mavzuni ma'ruza qismini yaxshilab o'rganib ko'rasizlar. Undan keyin biz keyingi nimaga o'tamiz. Misollarni bir qancha misollar ko'rsatib beraman.